bo'lsa. Dunyo yulduzi Mehroj Husanov. Endi yulduzman. Hamma narsa qilsam bo'ladi deb o'yladingmi? Men seni odam qilganmanmi? Men seni yo'q qilaman. O'liming oldidan bitta narsani bilib qo'y. Yangi yulduz Shohrux Vafoyev. Dam olib mazza qilib o'tirsang bo'lmaydimi? Ey do'stim, men hali shunaqa qo'shiqlar aytaman. Meni qo'shiqlarimni dunyo eshitadi. Ana ko'rasan. Eshitib ko'rasan. Mayli. Maishatni borida men ustun qo'yib ko'p sinovlar bersa sendan iltimosim yagona Alloh yaxshiga do'st qilgan yomondan yiro sendan iltimosim yagona Alloh yaxshiga do'st qilgan yomondan yiro bilmay juda ko'p xatolar qildim kimlarini to'ralidab sinovlar qildim ey xudojon bo'ldi tavba qildim kimini kim ekanin men endi bildim ey xudojon bo'ldi tavba qildim kimini kim ekanin men endi bildim janomni tillaga ko'mib onam kasalman desa hazilga yo'yib yuraverdim osmonda parvozlar qilib onam kasalman desa hazilga yo'yib yuraverdim osmonda parvozlar qilib bilmay juda ko'p xatolar qildim kimlarini to'ralidab sinovlar qildim ey xudojon bo'ldi tavba qildim kimini kim ekanin men endi bildim ey xudojon bo'ldi tavba qildim kimini kim ekanin men endi bildim bora oldimmi farzandlik burchimni ado qildimmi ey xudojon barini endi angladim farzandlik burchimni ado qildimmi ey xudojon barini endi angladim bilmay juda ko'p xatolar qildim kimlarini to'ralidab sinovlar qildim ey xudojon bo'ldi tavba qildim kimini kim ekanin men endi bildim ey xudojon bo'ldi tavba qildim kimini kim ekanin men endi bildim hayot sinovlari keldi birma bir chidayman qancha ko'p sinovlar bersa sendan iltimosim yagona Alloh yaxshiga do'st qilgan yomondan yiro sendan iltimosim yagona Alloh yaxshiga do'st qilgan yomondan yiro kimning kimligini men endi bildim.